Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi safhadan joy o'rinimiz yer maydoni 8 sotikdan 2 joy o'rin. Bir emas, 2. Joy o'rin hisoblagan klientlarimiz ko'p. Shuning uchun birdan 2 o'rin chiqaryapmiz. Mana burovi 2 etajga moslashgan, podoshkalar bilan quyilgan. Yer maydoni 8 sotikdan 8dan 16 dokumentlari adini. Agar alaman desangiz ham 2 o'rin qo'shib olsangiz ham bo'laveradi. Bahasi kelishilgan bahoda normalniy etib beriladi. Yaq menga bir kerak desangiz qalaganingiz. Qarasangiz bu yoqqa 1 etajga moslashgan oling. Qarasangiz 2 etajga moslashganini oling. Ixtiyor o'zingizda. Adresi bu yoqdan kelsangiz, Toza aeroportdan kelsangiz bo'ladi. Toza aeroportdan Jildomlarning ko'chasi bor, Asad ko'cha. Chap yog'imiz esa Qozoqovul. Qozoqovuldan Kurtoy portiga aylanib kelasiz. O'ng qo'lingizda ko'prikka yetmay, o'ng qo'lingizda 2 joy o'rin. Hatto joyliqlar o'zi bilan 2 joy o'rin qolib ketgan. Sotiladi. Bo'lar ham zo'r yerlar. Ko'chalari asfalt bo'lgan, avvaldan asfaltlari buzilmay turibdi. Bu ko'cha bilan to'g'ri ketsanglar, menimcha Telman 4 yilga chiqasizlar. Arqa boshi, u nesi boshi, buyoq boshi esa Toza aeroport Jildomlar. Adres tushunmagan bo'lsanglar, telefon adres tushuntiramiz. Akib ko'rsatamiz, ko'rajak bo'lsanglar. Bahasini keltirib bo'lsak, bahasi bunga 150 million aytilyapti. Anaqa 80 million aytilyapti. Kelishlardan normal narxlarda beriladi.